Do'stlar, tinchmisizlar? Hozir magazinga keldik, fara oldik. Yangi fara oldim. Endi buni qo'yamiz. O'tganda yamaga yonboshlaganda mana shu sinib qolgan ekan. Singan, keyin buyog'i ham singan. Uni skotchlab olib yurdim. Endi almashtirmasak bo'lmaydi. Ana, korpusi ham sinibdi-da. Endi shuni hozir almashtiramiz. Almashtirish uchun endi mana orqasida boltlar borda. Mana shu ikkala boltni bo'shatsak bo'ldi. Fanarimizni ham yechib oldik do'stlar. Endi taglarini yaxshilab tozalab tashlaymiz. Boltni chiroyli joylashish uchun. Loylar kirib qolganda, yonboshlaganda mana shu loylar kirib qolgan. Ko'rinyaptimi? Xo'p, endi shuni tozalab, yaxshilab, hozir sho'tkamizda, ana legendarniy sho'tkamiz bor edi. Uni ham ko'rsatib qo'yay. Mana sho'tkamizni yaxshilab tozalab tashlaymizda. Yangi faramizni qo'yamiz. Farani qiziqqanlar uchun 3000 rublga oldim. 2700 deb telefon qilganimda, kelgandan keyin 3000 deb oldi. 3000 ekan, adashibman dedi. Iloji yo'q. Kelgandan keyin olaverdik. Endi Valbristda kitayskisi ham bor ekan. U kitayski ikkitasi bittasini narxiga to'g'ri kelar ekan. 2 barobar arzon ekan. Endi kitayski qo'ygim kelmadi. Originalni qo'yib olaveryapman. Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri qildimmi? Yo kitayskida yursa ham bo'laveramidi-ki-na? Va ishimiz yakuniga yetdi.